100 yıllık marafon. Avtori Michael Pillsbury. 6. bab. Xitayning uchur nazorati. Daraxtni yolg'on gulchechak bilan zinnatlash. 36 tadbirdan. 1. qism. Xitayning marafon strategiyasi boshqa davlatlarning, bo'libmi Amerikaning yaxshi niyatiga mislsiz darajada bog'langan. Bu xil yaxshi niyat orqali g'oyat zo'r chet el mablag'ini qo'lga keltirgili, Xitoy mollarining eksportini qabul qilishni amalga oshirgili, hukumat yoki hukumat qaramog'idagi tashkilotlar texnologiya o'g'irlaganligi sababli tutilib qolganda yoki dunyo savdo tashkilotining qoida nizomlariga xiloflik qilganda ko'zni qisib olishga erishgili, kishilik huquqni dafsanda qilish uchun boshqa usullarni qo'llang'ili bo'ladi. G'arb davlatlarining liderlari Xitoyning butunlay erkin bozorga yuzlanishdek to'g'ri yo'lga qarab ketayotganligiga, xalqarалық hamkorlikni ishga oshirayotganligiga va siyosiy erkinlikni amalga oshirganligiga qoyil qilinganligi uchun G'arb davlatlari umumiy jihatdan yuqorqidagi yo'l qo'yish yo'lini tutgan. Xitoy to'g'risidagi bu xil tushunchalar, to'g'risi xato tushunchalar tasodifiylikning yoki sotilikning natijasi bo'lmasdan, balki bu yerda keyin o'tirg'i chiqqan bir ilmatning ta'siri mavjud. O'tgan bir necha yilda mening va boshqa mutaxassislarning Xitoydan yuz o'rg'ichilardan va kompartiyani yaqinlamaydigan Xitoylardan o'rganganimiz shu bo'ldiki, Beijingning chet elliklarga Xitoyda nima ishlarning bo'layotganligi to'g'riliq xato tushuncha berishga, G'arbning Xitoy to'g'risidagi tushunchalarini burmilashga tayyor holatda turgan hamda chet elliklarni Xitoydan yaxshi umid kutishga yetaklaydigan mukammal bir sistemasi bor ekan. Bu sistemasining beshida qo'mondonlik qilayotgan shaxs Xitoyning 3 nomerlik rahbari ekan. Kompartiyani yaqlamaydigan Xitoy san'atkori Ai Weiwei bu maxfiy harakatning variantlaridan birini, Xitoy to'g'risidagi haqiqatlarni G'arb muxbirlariga oshkorlagan Xitoy bloglarining bostirilishini oshkorlaganligi uchun turmaga tashlangan. Chegara hal qilgan muxbirlar organining tafsiliy ma'lumotida ko'rsatilganidek, Ai Weiwei Xitoy doiralari tarafidan ishxonasiga va hujrasiga o'zini kuzatib turishi va ish harakatini kech-kunduz singa ilib turishi uchun 4 dona tor kamerasining o'rnatib qo'yilishini masxara qilgan. Arqadan bir necha soatdan keyin uning barliq uchur vositalari taqib etilgan. Ai Weiwei Xitoy hukumatining chet el hukumatlari, siyosat belgilagichilar, akademiklar, muxbirlar, savdo magnatlari va analizchilar qatorliqlarni yolg'on ma'lumotlar orqali paplab, ularning Xitoyga ijobiy nazarda qarash uchun eng yuqori chekda tirishchanlik ko'rsatib kelganligini to'nib yetgan. Xitoyning bu jihatdagi tirishchanligi ommaviy munosabat to'ri qurib chiqishdanmi bakrak inchga loyilangan. Dunyoviy kuchlarning ansirishini yo'q qilib, ko'z ko'rdigan yerga yoshirinish taktikasi marafon strategiyasining muhim variantlaridan biri hisoblanadi. Xitoylar bu jihatda ko'rinarli natijalarga erishdi. Ular haqiqatan necha 10 yillardan buyon davomlashib kelgan bu maxfiy, oshkorlanmagan harakatda g'alaba qozondi. 1960-yillardan beri Amerika siyosat belgilaguvchilari Xitoyning qaloq davlat ekanligiga
aktiv hərbiy kuchga ega emasligiga, shundaqla Xitoyning Amerikani o'ziga hərbiy tahdid deb qaramaydiganligiga ishontirilib keldi. Bu Xitoy rahbarlari tarafidan g'arbliklarga cho'ng ta'sir ko'rsatgan uchur edi. New York vaqti kezdi Beijing tarmoqining direktori Patrick Tyler munda xabar qilgan. 1999 bugun dalil paketlar shuni ko'rsatdiki, garchi Xitoy tajribaxonlarda eng ilg'or texnikalarni qo'lga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning harbiy jihatda kuchli davlat bo'lishi uchun zarur sanoat asosini tiklashda kasbiy bilim va boylik manbasi yetarsiz. G'arbliklarning Xitoy tilida nashr qilinib, Xitoyga keng tarqalgan cheklamaga uchirmaydigan urush nomli kitob bilan tanishishga boshlagandan keyinki tunji hissiyoti yuqorqi muloyizaning to'g'ri bo'lmaganligini his qilish bo'ldi. Kitobda Amerikaning ojiz nuqtalari ochiq-oshkora holda bayon qilinganligi uchun Xitoyning harbiy sohasida zilzila paydo qildi. Avtor kitobda Amerikaga o'xshash o'zidan kuchli davlatni mag'lub qilishda harbiy kuch ishlatishning o'rniga iqtisodiy, biologiya va ximiyalik urush qo'zg'ash, hakkerlik hujumi qo'zg'ash, hatto terrorizmni ishga solish qatorliq usullarga murojaat qilishni tashabbus qilgan. Asarning Xalq ozodlik armiyasining polkovniklaridan Chao Liang va Wang Xiangsui ikkisining qo'lidan chiqishi kishilarni to'liq hayron qoldirgan. Bu kitob haqidagi xabarlar g'arbda tarqalishga boshlashi bilan Xitoy tezlik bilan kitobning bir nima qo'ymasdan kitobxonalardan yig'ib oldi. Gerçi bu asar Xalq ozodlik armiyasi nashriyati tarafidan nashr qilingan, kitobning nashr qilinishidan keyin ikkili avtorning harbiy unvoni o'stirilgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati kitobdagilarning o'zining ideyasiga vakillik qilmaydiganligini ilgari surib, kitobni inkor qilgan bo'lib oldi. 2001-yili 11-sentabrdagi Amerikaga qilingan terrorlik hujumida o'lganlarni kitobning avtorlaridan biri bo'lgan Chao Liang Xitoy torbetlərdə Amerika hökumətinin siyasəti səbəblik ziyankəşlikə uçurab qurban boğucular dəb sübətlədi. 2004-yili o başqalar bilan birləşib yazğan bir bazarlıq kitabda günümüzdəki xalqaralıq siyasətinin uruşqaq bəgliklər dəvri bilan boğan oxşaşlığı bayan qılınğan. Şu çağda Amerikadaki Xitayga amraq bir uçum akademiklar və soda magnatları tezdən Beijingni aqlashqa ötüb, kitabni yazğan ikki Xitay polkovnikining ideyasının Xitayning mərkəzi ideyasiga vakillik qilolmaydiganligini o'lcham qilib turib, bu ikki Xitayning kitobda aytganlarini nazarga olmasligimizni tashabbus qildi. Amerika hökumətinin rəsmi tərcüm organi taki mening 5 burcaklik binodagi ishxonamdan avatilgan rasmiy shakldagi taklifnomani topshirib olmag'ichilik bu kitobni tarjim qilishni rad qildi. Uning ustiga Amerika amaldorlari bu kitobning avtorlarini 2005-yili, ya'ni 2013-yili ham shundoq Washingtonni ziyorat qilishga taklif qilgan edi. Buning sababi ular Amerikaning qandaq davlat ekanligini ko'rgandan keyin o'zlarining kitobda ilgari surgan ko'z qarashlarini inkor qilish mumkinchiligi ko'zlangan edi. Ammo ish undaq bo'lmadi. Wang Xiangsui davoman zamonimizdagi hodisalarga, urushqaq bagliklar davriga qiyosan taktika belgilash to'g'risida yana bir kitob nashr qildirdi. Wangning menga aytishicha,
Bizning zo'r ta'sirimiz sabablik Xitoy qattiq qo'llari aynig'anlar deb atalishni parvoyiga olmaydi ekan. Xitoy hukumati kishilarga farqliq muomala qiladi. Xitoy rahbarlari Xitoy hukumatiga tanqidiy muomalada bo'lgan akademiklarni, muxbirlarni va olimlarni qizil poyandoz bilan kutib olmaydi. Hammaga ma'lum bo'lganidek, Xitoy o'ziga va uzun muddatlik strategiyaga foydali bo'lgan uchurlarni ko'tarishda, shundaqla buningga uyg'un kelmaydigan har qanday narsani bo'shkida tunjuqtirib etishga to'limi moyir. Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Xitoy hukumatining tarixni o'zgartishi va o'zi bozorga solgan muqomga agishib, tankash qilmaganlarni jazolashi mushuning jumlasidandir. Navada Amerikaning siyosat belgilaguvchilari yoki Amerika xalqi Xitoy hukumatidagi yuqori darajalik Xitoy rahbarlarining orasida vabodak tarqab ketgan Amerikaga dushmanlik maydoniga nisbatan cheklamasiz holda tushunchaga ega bo'lganida Amerika Xitoy munosabatida qanday oqibatlarning kelib chiqadiganligini tasavvur qilib beqing. Xitoyning nazarda mayli Amerika xalqi orasida, mayli strategiyachilar orasida bu xil tushuncha paydo bo'lmasligi kerak. Shuni haqiqatki Beijingdagi yuqori darajalik rahbarlar tarafidan boshqariladigan, inchkilik bilan o'rinlashtirilgan maxfiy va tashabbuskor ommaviy munosabat to'ri hamda ko'z qarash o'zgartish xizmati mushu paytning o'zidami davom qilmoqda. Bu istixborot amaldorlarimizga uzun yillardan beri ayon bo'lib kelgan ishdir. Мен Xitoyning bu xizmati to'g'risida tunji qitim 2003-yili Xitoydan yuz o'rgan bir ayol amaldor tarafidan ma'lumotga erishgan edim. Tövəndə mən onu Li xanım deb atayman. Li xanım bir bilak Amerika amaldorlari bilan ko'rishganda mo'yim bir nuqtani ilgari surish uchun urushqoq bagliklar davridagi bir voqelikni bayon qilgan edi. Vaqalik milodidan burunqi 490-yillardan milodidan burunqi 470-yillargacha bo'lgan oraliqda yuz bergan bo'lib, uningda ikki urushqoq bagliklar davrining hokimligi bayon qilinadi. Bu bagliklar Amerika bilan Xitoyga o'xshaydi. Ulardan biri koni zo'ravon kuch Fuchay, yana biri yuksalayotgan kuch Goujian bo'lib, Goujian jahonning xo'jasi bo'lishga intiladi. Fuchay Goujianni qamoqqa mahkum qiladi. Hokimbag Fuchayning qattiq qo'l maslahatchisi Wu Zishu Fuchayning Goujianni o'ltirib etishini tashabbus qiladi. Goujianning kelgusida o'zlariga tahdid bo'lishidan doimla vayim yeb, uni bosh ko'targizmaslik tarafdori bo'lgan Wu Zishu Goujianning oqibatda qochib ketish va koni zo'ravon kuch Fuchayni og'dirib tashlashi mumkinchiligi to'g'risida Fuchayni ogohlantirdi. Boshqa maslahatchilar bo'lsa, qamoqdagi Goujian bilan astirtdan til biriktirib, planli holda Wu Zishuni qarlaydi va uning o'g'lini ko'laydi. Shunday qilib, Fuchay oqibatda Wu Zishuni o'ltirib etishni qaror qiladi. Bir qator xizmat ishlash natijasida Fuchay oxiri navbatdagi e'tibori yo'q maslahatchisi Wu Zishuga o'zini o'ltirib olish uchun bir dona qilishni avatadi. Bu haqdagi mashhur kinoda mushu manzar tasvirlangan. Wu Zishu yuksalayotgan kuch Goujianning askarlarining Fuchay hukmronligidagi poytaxtga g'alaba bilan kirib kelganini ko'ra olish uchun o'limdan keyin ikki ko'zning o'yilib Fuchayning poytaxt darvozasiga esib qo'yilishini Fuchaydan talab qilib bir aqliya so'zni aytdi.
G'azablangan Hakimbek Fuchay o'z maslahatchisining bu eng oxirgi iltijosini rad qiladi. Goujian Wuzishuni o'ltirgizish bilan bir vaqtda Hakimbek Fuchayni o'zining ozod qilinishi badaliga uningga 3 yil qul bo'lib xizmat qilishga, bu muddatni tamomlagandan keyin Fuchayning o'zini strategik sheriki qilishga qoyil qiladi. Bu jarayonda Fuchay noma'lum sabab tufaylidan kasal bo'lib qoladi. Fuchayga o'zining cheksiz sadoqatini namoyon qilmoqchi bo'lgan Goujian Fuchayning kasalligi diagnoz qo'yish uchun uning ta'rtini yeydi. Goujian qamoqdan chiqarilgandan keyin va'dasiga vafo qilmaydi. Dal Wuzishining bishorat berganidek Goujian o'zi duch kelgan or nomus sabablik Fuchaydan intiqom ilishga qasam qiladi. Shundoq qilib, Fuchayning territoriyasida ocharchilik paydo qilish uchun Fuchayga terisi unmaydigan zaharlik urug'larni sovg'i sifatida avatadi. Oqibatda Goujian Wu bagligining territoriyasiga bostirib kirib, Fuchayni asir oladi. Asirga ilinish va xorlanish sabablik Fuchay o'zini o'ltirib oladi. Goujian yangi zo'ravon kuch bo'ladi. Li xonimning bizga aytib berishicha, bu vaqalik kunimizda Xitoyning G'arb bilan bo'lgan munosabatidagi yetakchi strategiyasi ekan. Uning deyishicha, Amerika soxtapaz yoki nodon maslahatchilarning ozdirishi bilan o'z raqibining razil niyatiga salqirgan hukmron Fuchayga o'xshaydi ekan. Li xonimning bayonicha, Kommunistik partiya hukmronligi Goujianning kunimizdagi nusxasi bo'lib, toki qo'l silishning eng yaxshi payti yetib kelguncha G'arbga sheriklashishni va sadoqatmanligini va'da qilib kelmoqda ekan. Beijing Goujianga o'xshash o'g'irliqcha va maxfiy harakat qilib, yolg'on va'dalarni berib, o'z maqsadini yo'shirmoqchi ekan. Xitoy rahbarlari uzoqdan beri foydali vaziyat yaratish strategiyasini qo'llanib, o'z xo'rliqlari sabablik intiqom olish uchun ko'ngildagidek payt izlamoqda ekan. Bu xuddi Fuchayning kuchi ojizlashib, uning hokimiyati besivilanishga tayyor bo'lgan chog'da Goujianning uni yer tishlatganiga o'xshaydi ekan. Men 2004-yili Xitoyga qilgan safarimda bu vaqa to'g'riliq har xil olimlardan surishti qildim. Ular bu vaqani yaxshi bilayotgan va uni o'zlari uchun qimmatlik yo'l ko'rsatgich deb qaraydi ekan. Ular menga hatto bu vaqalik bayon qilingan bir qancha kitoblarni tavsiya qilishdi. Bu vaqtdagi kitoblarning avtorlaridan biri shundoq degan ekan: agar sen butkul dunyoni ilkinga olmoqchi bo'lsang, eng yaxshisi bak cho'ng g'oyasi bor sifatda o'ttirga chiqmag'ining, ulug'liqqa talpinishingni chondirmag'ining tuzuk. Agar sen plan bo'yicha harakat qilayotganingni o'ttirga chiqarsang, o'zingni oshkorlab qo'ysan. Goujianning muvaffaqiyati bu jihatda yaxshi o'rnakdir. Azadlık armiyaga tava avtorlardan biri Goujian agashgan prinsipga harakatni kechiktirib, texmi uyg'un strategiya muhitini yaratish deb baho bergan. Li xonimning ilgari surishicha, yuqorqilar Xitoyning G'arbga qilayotganining dal o'zi ekan. Li xonimning oshkorlashicha, Xitoy to'g'riliq faqat to'g'ri xabarning chiqishi uchun axborot vositalarini kontrol qiladigan yuqori darajalik Xitoy rahbarlaridan tashkil topgan bir guruh bor ekan. Li xonimning bayoniga ko'ra, bu guruhning xizmatining muhim nuqtasi o'z kontrolligida ishlangan filmlarni eng avval davlat ichida tarqaladigan kanallarda qo'yish orqali chet elga, bo'libmi Amerikaga uchur tarqitish ekan. U bir Amerika bozorlash
ya'ni marketing selishtirmasidan pivining yaxshi setilishini belgilaydigini, pivining sufiti bo'lmasdan uni tarqitish yo'li bo'ladiganligini anglagan ekan. Gerçi hech kim uning deganlarini mutlaq holda isbotlab berolmagan bo'lsa-mu, biroq u o'z qanoatiga 3 xil dalil ko'rsatdi. Uning chiqish nuqtasi ishongusiz darajada edi. Xitoy rahbarlari Xitoy ichidagi uchurlarni kontrol qilish uchun va bu xabarlar orqali chet elning Xitoy haqidagi tushunchasiga ta'sir ko'rsatish uchun intayin ko'p vaqt va energiya sarf qiladi ekan. Amerika diplomatiya va strategik dialog orqali mardonlarcha olg'a ilgarilamoqda. Biroq har bir Amerika media vositalarining, hamma yerlik gazetlarning, barcha televiziya stansiyalarning, butkul bloglarning, ya'ni hukumat tarafidan kontrolga ilindiganligini va bu vaqtdagi hamma ishlarning chet elliklarning Amerika to'g'risidagi ko'z qarashlarga ta'sir ko'rsatish uchun loyihalanganligini qiyos qiling. Amerikaliklarning nazarida bundaq qilish eng kamida axloqsizlik, qonunsizlik, shundaqla bu mumkin bo'lmaydigan ish. Prezidentga maslahat berdigan Oqsaroydagi xodimlar va Al rayni sinig'uchi mutaxassislarmi New York vaqt gazetiga yoki Amerika axborot agentligiga ularning nima besish to'g'riliq buyruq tushirolmaydi. Li xonim bizga yana Xitoy hukumatining o'z siyosatiga qarshi tanqidlarni qanday kuzatib turganligi va u tanqidlarni qanday bostirishga urindiganligi to'g'risida so'zlab berdi. Uning deyishicha, qattiq qo'llar bilan mo'tadillar doimla alohida uchurlarni o'ttirg'a chiqarish to'g'riliq bir-biri bilan janjallashib turdi ekan. Bu hal Aq Apandi bizga ta'minlagan uchur bilan o'xshash bo'lib chiqdi. Aq Apandi Xitoy qattiq qo'llarining 1980-yillarda Xitoy Kompartiyasi tashviqot ishxonasini kontrolligida tutganligini, Amerikani Xitoy xalqiga qaysi darajada sat ko'rsatish to'g'riliq mo'tadillar bilan janjallashganligini, ular o'zlarining chet elda turishliq bosh elchilaridan, hatto Xitoyning istixborot organlaridan tanqidiy fikr topshirib olganligini, shunday qilib uchurlarni tanqidiy fikrga qarata o'zgartganligini bizga oshkorlagan edi. Li xonim bu xizmatga yiliga 12 milliard dollar xarajat ajratadiganligini, shundaqla bu xizmat Xitoy siyosiy byuro doimiy komitetining boshchiligi ostida elib berildiganligini, ularning Beyjingdagi maxfiy ishxonasida haftada bir qatim uchrashib turdiganligini, xizmatning ko'p qismi Xitoydagi gazetlarni, televizor programmalarini, shundaqla chet elda nashr qilingan jurnallarni hamda davlat ichi internet sohasini kontrol qiladigan tashviqot sistemasi tarafidan o'ttirg'a chiqariladigan uchurlarni yoritishga qaratilganligini aytib berdi. Bu xizmatning tarkibiy qismlari ichida partiya markaziy binosi bor ko'chaning yana bir tarafiga joylashgan bir maxfiy organ bor bo'lib, bu birlikning bosh shtabida 1000 xizmatchi ishlaydi ekan. Oldingi sap birlashma xizmat boshqarmasi deb ataladigan bu organ o'z oldiga axborot to'plash va uni analiz qilish iqtidoriga ega ekan. Men bu boshqarmani 1999-yili ziyorat qilgan edim. Biroq boshqarmaning mas'uli, ya'ni shu chaqda menga bu organning xizmatining ichki masalalarga qartilganligini aytgan edi. Biz bundaq ikki bisliq gapni tushunmaymiz albatta. Bu organlar Xitoy rahbarlarining kontrolli ostida hamkorlashib xizmat qilib, Xitoy haqidagi to'g'ri uchurlarning eng avval davlat ichida tarqilishiga, ondan uning bo'libmi chet ellik tomoshabinlarga tarqilishiga kapolatlik qiladi ekan.
Mana bu Xitayning chet ellarga qilgan tashviqotining ko'pinchisidagi aqliya so'zlar va shuarlarning Xitoylarga nisbatan aqlga uyg'un, ammo chet elliklarga nisbatan ma'nisiz hisoblanishining sababini tushuntirib bera olish mumkin. Li xonimning bu xizmatning ta'siri sifatidagi birinchi misoli 2000-yildagi Amerika Davlat Majlisida Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdoni normallashtirish yoki normallashtirmaslik, shundaqla Xitoyning Dünya Savdo Tashkilotining rasmiy a'zosi bo'lish bo'lmasligi to'g'risidagi bilat tashlashga Xitoyning yuqorqidek tashviqotlarining qandaq ta'sir ko'rsatganligi. Bu bilat tashlashda Xitoyning ikkili jihatdan foyda olganligi edi. Bu xil ahvolda bu xizmatning yo'nalishi Xitoyning o'z sotsialistik iqtisodini erkin qo'yib berishiga qat'iy holda qarshi chiqadiganligi to'g'risidagi uchurlarni bostirish hamda qilayotganining aksicha Xitoyning mo'tadil islohotchilarining erkin bozorga bo'lgan ehtiyojini va bu jihatda muvaffaqiyat qozonoladiganligini ifodalash bo'lgan ekan. Bundaq tashviqot gumonxo'r Amerika Davlat Majlisida o'z kuchini ko'rsatar ekan. Li xonimning ikkinchi misoli bo'lsa, Xitoy hukumatining prezident Bill Clintonning Dalai Lamaning Tibetga qaytish uchun Xitoyga besim ishlatish tirishchanligining ta'sirini yo'q qilish jihatda qandaq uchurlarni o'tirg'a chiqarganligi edi. Xitoyning maqsadi Dalai Lamaning siyosiy talablarini ko'ptirish orqali. Shundaqla Dalai Lamani diniy lider emas, buddistlik to'nig'i o'rnib olgan chil bo'ri siyosiyon deyish orqali uningga qarshi surkash. Hamda Dalai Lamadan boshqa Tibet liderlarining Tibetga qaytishini ilgari surish bo'lgan. Li xonim dalil sifatida o'tirib qo'ygan 3-chi masala bo'lsa, Beijingning Xitoy vatandoshi bo'lgan kishilik huquq faoliyatchilarini, bo'libmi ilgari Xitoy Kompartiyasida yuqori huquq tutgan kishilik huquq faoliyatchilarini qandaq qilib Amerikaning qo'llashidan bara-bara mahrum qo'yishga urinish edi. U bizga aytgan 3 turlik misol ichida uning nazaridagi Xitoyning sirtqi ta'sir ko'rsatish tirishchanliklari orasida Xitoy erishgan eng cho'ng g'alaba uning Dünya Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish uchun qo'llashni qo'lga keltirishi bo'lgan. Gerçi Li xonimning Xitoyni qaralashlari ko'pinchimizni hayron qoldirgan bo'lsa-mu, Amerika hukumatida xizmat qiladigan kishilar va boshqa kishilar Xitoyning Amerika Davlat Majlisiga va Oqsaroyga ta'sir ko'rsatishga bo'lgan urinishlardan gumonlanadi. 1996-yili Fred Thompson va John Glenn qatorliqlarning boshchiligidagi bir qitimliq kengash palata tekshirishi orqali Xitoylarning bevosita holda Amerikaning siyosiy qadam bosqichlariga ta'sir ko'rsatishga uringanligi oshkorlandi. 2000-yil martda FBI va CIA Amerika Davlat Majlisiga Beijingning dunyo miqyosidagi Xitoyga bo'lgan ko'z qarshini kuzatib turganligi va uningga ta'sir ko'rsatganligini doklad qilgan. Dokladda bayon qilinishicha, Xitoyning maqsadi boshqa davlatlardagi Xitoyning manfaatiga ta'sir ko'rsatadigan muhim shaxslar va taraqqiyotlar haqida uchur to'plash bo'lgan. Amerika istixborot organlariga singib kirish Xitoyning muhim nishonlaridan biri bo'lgan. Li xonimning deyishicha, Amerika Kengash palatasidagi tekshirish sababli Xitoy Amerika siyosiyonlariga bevosita saylam yordami qilish tirishchanligini to'xtatgan. Biroq Xitoy Amerika siyosatiga ta'sir ko'rsatish urinishidan voz kechgani yo'q. Buning aksicha Xitoy bu maqsadiga yetadigan qonuniy usuldan birini tepib chiqdi.
ya'ni Xitoy Washingtondagi sheriklariga Xitoy mediasi va aqllar ombiri orqali uchur berish. Konu mushtumzor kuch, ya'ni Amerikaning diqqatini qo'zg'ab qo'ydigan temalarda davlat ichi mediasini kontrol qilish orqali o'zi tarafidan chiqadigan yiqimsiz ideyalarni boshqarish yo'lini tepib chiqdi. Li xonimning bizga aytganlari Xitoyning biz o'ylagandan ko'p ta'sirga ega ekanligini oshkorladi. Davomi bor.